Biz qalb va qalam guruhimiz. Qalb bu hislar maskani, muhabbat va sado manbaidir. Qalam esa qalbning ovozi, tarixni yozgan, millatni uyg'otgan kuchdir. Bizning qalbimizda Alisher Navoiyning hikmati yashaydi. U zot qalbning eng nozik tuyg'ularini qalam orqali abadiyatga muhrlagan buyuk so'z sultonidir. Navoiy nafaqat shoir, balki inson qalbini tarbiyalagan, mehr, muhabbat va ezgulikni ulug'lagan ulug' siymodir. Bizning qalamimizda esa Zahiriddin Muhammad Boburning jasorati bor. U zot qo'lida qilich bilan yurtni himoyachisi, qo'lida qalam bilan esa qalblar fathchisi bo'lgan buyuk shoh va shoirdir. Bobur o'zining samimiy satrlari ila inson qalbining dardini, sog'inchini, umidini abadiylashtirgan. Qalb va qalam bu Navoiy va Bobur merosining davomchisidir. Chunki qalb his qiladi, qalam esa uni dunyoga yetkazadi. Qalb ilhom beradi, qalam esa tarix yaratadi. Biz qalb bilan his qilamiz, qalam bilan ifoda etamiz. Biz Navoiy hikmati va Bobur jasoratining yosh davomchilarimiz. Biz qalb va qalam guruhimiz.